Avtosum tugmasi nima uchun kerak? Keling birinchi navbatda o'zi avtosum nimaligi haqida tanishib chiqsak. Avtosum bu Microsoft Excel dasturidagi tugma bo'lib, u tanlangan katakchalardagi sonlarni tezda qo'shib, yig'ib berish uchun ishlatiladi. Bu tugma sigma belgisi orqali ifodalanadi. Avtosum tugmasining asosiy vazifalari tanlangan sonlar ustuni yoki qatori bo'yicha avtomatik tarzda hisoblash uchun ishlatiladi. Bu yerda formula ko'rsatishimiz mumkin. Bu o'zidan o'zi yaratiladi. Vaqtni tejaydi, qo'lda formula yozishdan ko'ra tezroq bitadi. Avtosum tugmasi qayerda joylashgan? Home menyusida Formulas menyusiga joylashgan bo'lib, bu yerda sigma belgisini bossangiz, bu avtomatik tarzda avtosum funksiyasini ishlatishni boshlaydi va sizga hammasini yig'ilishini ishlatib beradi. Avtosum o'zi qanday ishlaydi? Summasini qaysidir sonlarning summasini topmoqchi bo'lsangiz, ustun yoki qatori bo'yicha sonlarni tanlashingiz kerak bo'ladi. Bundan keyin avtosum tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi. Excel dasturida avtomatik ravishda qo'llanilgan katakchalar diapazonini belgilaydi. Enter tugmasini bosgan zahotiyoq natija chiqadi. Xulosa, avtosum tugmasi Excelda sonlarni avtomatik yig'ish formulasini yozish uchun yengillashtirilgan. Bu yerda asosiy maqsad tezroq hisoblash uchun ishlatiladi.